oyoq yalang tuproqda yoki bo'lmasam qumda yurish odam organizmi uchun juda foydali. Bilasizlar, yaqinda Xitoydan keldim. Xitoy tabobati ham issiq qum va tuproqda oyoq yalang yurishi juda ham ma'qullidir. Demak, issiq qum va tuproqda oyoq yalang yurish odam organizmiga uyquni yaxshilaydi, birinchi o'chirtdi. Immunitetni ko'taradi. Qon tomir kasalliklarini, davleniya eng asosiysi, davolaydi. Qondagi sahr miqdorini pasaytiradi va eng asosiysi, demak, umumiy organizm holatini ko'taradi. O'shanda demak organizm ham immuniteti baland, ham nasroniyasi yaxshi va kasallikka qarshi kurashish kuchi oshadi. Bizi yoshlikda o'zimiz bilmagan holda demak issiq qumda va issiq tuproqda yalang oyoq yurganmiz. Lekin hozirgi kunda ko'chaga chiqsangiz, yalang oyoq yurgan bolani ko'rmaysiz. Shuning uchun bolalarimiz sal havo aynisa yoki bo'lmasam muzli suv ichib qo'yadigan bo'lsa, darrov kasal bo'lib qo'yapti. Balki bularning hammasini sababi bolalarimiz oyoq yalang yurmaganligi uchundir. Ota-bobolarimiz juda ham buni yaxshi bilishadi. Oyoq yalang yurish odam organizmi uchun juda ham foydali. Biz yoshligimizda ko'p oyoq yalang yurganmiz va o'zimiz bilmagan holatda organizmni chiniqtirib yurganmiz. Videoni hamma tanishligiga yuborib qo'yinglar. Foydali ma'lumotlar uchun profilga obuna bo'linglar.